Всем привет, мои qadrli любимчиklarim. Yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan qiynalmayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan garavama qani ketdik. Ustimga shu ko'k koftichkam bilan oq shim kiymoqchi bo'ldim. Men bu xalatni gapirib odamlar bu xalat buvimniki, o'zimniki emas. Prosta buvim o'tib qolgan, shuning uchun shu xalatlarni yaxshi ko'rib kiyib yuribman, buvimni eslab. Endi shu xalatni ham tinch qo'yinglar. Kiyib oldim. Ayniyapsiz, siz ham ochilishni boshladingiz. Demanglar, men o'zi oldindan shunaqa kiyinganman. Prosta blogerlikda men sovuq paytlarda boshlaganim uchun sizlarga uncha ko'rinmaganda, hozir endi bu ham aynida, hamma bloger bir ko'r degan fikrga kelib qolasizlar. Atromotda sun deb yozilgan, san deb o'qiladi. Kechagi kuni spray deb yozib yuborishdi. Spray emas bu, atar bu. Kimdir arzon duhi 100 ming ham turmaydi. Mayli, 100 ming turadi. To'g'ri 100 mingga olganman, lekin o'zimga yoqadi. Ochkim ikkita edi, qaysi birini taqishni bilmadim, shu sarig'ini taqaver dedim. Yemadi deb yozasizlar, bilaman, lekin bilmadim, kamerada rangi to'q ko'ringan, oynaga qaraganimda och turuvdi. Oyog'imga shu Loroni kiyamiz, потом oq sumchkani tutamiz. Men buni bo'ldi, вроде men ketdim, уже tayyorman shekilli. Qani, men ketdim. Sizlar yaxshi ko'raman, qadrli любимчиklarim. Bye bye.